Aziz hamkorlar, bizning sklatimizda yangi kelgan badimiz temir, biskilsinat va vitamin C. Bu nima uchun kerak? Ko'pincha anemiya bo'ladi. Anemiyani bitta turi qonda temir moddasi kamligidan. Bu vitamin C bilan birgalikda berilsa, temir moddasini qonga so'rilishi yaxshi bo'ladi va agarda bizda anemiya bo'lsa, organizmda immunitet tushib ketadi va infeksiyalarga qarshi kurashishga organizmda slabiy bo'lib qoladi. Shuning uchun biz buni ko'pincha insonlarda charchoq hissi, rangi oqarib ketadi. Temir moddasi kamligidan bir xil insonlar qog'oz yeydi, kesak yeydi, loy yeydi. Ana o'sha insonlarga ham tavsiya qilsanglar bo'ladi va bolalarda, kattalarda temir moddasi kamligi sababli anemiyada buni bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi. Kuniga bitta kapsuladan ichish tavsiya etiladi.